Hop, bugungi mavzumiz algebrik ifodalar. Algebrik ifodalar mavzusi algebra bo'limining muhim qismi hisoblanadi. Algebrik ifodalar o'zgaruvchilar a, b, biz ko'p uchratadigan x, y. Hop, sonlar va amallarni, ya'ni plus, minus ko'paytirilgan bo'lish yordamida tuzilgan ifodalardir. Bu mavzuni tushunish uchun quyidagi asosiy tushunchalar va operatsiyalar haqida gaplashishimiz kerak. Algebrik ifoda nima? Algebrik ifoda bu sonlar, o'zgaruvchilar, matematik belgilar va arifmetik amallar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish yordamida tuzilgan ifodadir. Masalan, 3x plus 2 yoki yozishimiz mumkin 5a plus 7b ko'rinishdagi ifoda. Xo'p, o'zgaruvchilar va koeffitsiyentlar. O'zgaruvchilar bu harf bilan ifodalangan o'zgarish mumkin bo'lgan miqdordir, ya'ni o'zgaruvchilar hisoblanadi. Miqdor uchun x, y, a, b istalgan harfni qo'llashimiz mumkin. Koeffitsiyentlar bu o'zgaruvchilar oldida turgan son. O'zgaruvchilarning qiymati ko'paytuvchisi hisoblanadi. Misol uchun 5x yoki 6a. Bu yerda 5 va 6, ya'ni 5 va 6 o'zgaruvchining koeffitsiyenti hisoblanadi. Xo'p, ifodalarni soddalashtirish. Algebrik ifodani soddalashtirish deganda bir xil o'zgaruvchini birlashtirish, ya'ni qo'shish yoki ko'paytirish tushunishimiz mumkin. Masalan, 5a plus 4a. Biz 5a ga 4a ni qo'shsak, demak 9a ga teng bo'ladi va amallar bajarish tushuniladi. Bu jarayon ifodalarni yanada osonroq tahlil qilish va yetishga imkon beradi. Ifodalarni yoyish, kengaytirish, bu ko'pincha qavs ichidagi ifodalarni kengaytirish o'z ichiga oladi. Masalan, a plus 2, a minus 3 kengaytirganimizda biz a ni aytaylik a ga, xo'sh, va a ni 3 ga ko'paytirsak a kvadrat minus 3a. 2 ni a ga ko'paytiramiz plus 2a. 2 ni 3 ga ko'paytirsak minus 6. Ana endi ifodani soddalashtiradigan bo'lsak a kvadrat minus a minus 6 ko'rinishga keladi. Ana endi algebrik ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratish. Misol uchun aytaylik x kvadrat minus 9. Buni biz yozishimiz mumkin x plus 3 x minus 3. Demak, almashtirish. Algebrik ifodalarni o'zgaruvchilarning o'rnina berilgan sonni qo'yish va natijaviy sonni hisoblash. Bu ifodani qiymatini aniqlashda foydali hisoblanadi. Kelinglar, shunga doir misollar ko'ramiz. Demak, 4x plus 5x minus 3. Demak, bu yerda bir xil ifoda bir-biriga qo'shiladi. 9x minus 3 ko'rinishga keladi. Yoki aytaylik x minus 4 x plus 5. Ana endi bunda kengaytirish, ya'ni yoyish. Demak, biz x ga 5 ni ko'paytiramiz. Demak, x kvadrat plus 5x. 4 ni x ga va 4 ni 5 ga ko'paytirsak minus 4x. Xo'sh, minus 4x minus demak minus 20. Soddalashtiramiz. X kvadrat plus 5x minus 20 ko'rishga keladi. Ana endi ko'paytuvchilarga ajratish. X plus bx plus y plus by ko'rinishidagi misolni ko'radigan bo'lsak, birinchi mana bu ikki yig'indida x ni tashqariga chiqarsak a plus b hosil bo'ladi.
ikkinchi ifodadan y ni chiqarsak a plus b hosil bo'ladi. Xo'sh, aytaylik, ikkala ko'paytuvchidan a plus bni tashqariga chiqarsak, bizda hosil bo'ladi x plus y. Mana biz umumiy ifodani ko'paytuvchilarga ajratishni ko'rishimiz mumkin. Ana endi almashtirish, ya'ni ayni qiymatga qo'yish. Aytaylik, agar x 3 ga teng bo'lsa va demak bo'lsa 2x plus 1 ning qiymatini toping desa, nima qilamiz? Demak, 2 ko'paytirilgan 3 plus 1, ya'ni x ning o'rniga 3 ni qo'yamiz. 6 plus 1 natija 7 va bu umumiy almashtirish hisoblanadi. Ana endi bizda ko'rsatkichli ifodalar, ya'ni algebrik ifodalarning ko'rsatkichli, ayni soddalashtirishda kerak bo'ladigan 5 ta xossasini ko'rib chiqamiz. Bu juda ham muhim va kerak bo'ladi bizga. Demak, a darajasi m ko'paytirilgan a darajasi n teng a darajasi n plus m. Ya'ni asoslar bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Aytaylik, xo'sh, 2 darajasi 4 ko'paytirilgan 2 darajasi 3. Bizda 2 darajasi 7 hosil bo'ladi. Ana endi a darajasi n m bo'lingan a darajasi n yoki buni a darajasi n taqsim a darajasi n ko'rinishida ham ko'rishimiz mumkin. Bu a darajasi m minus n ko'rinishini ifodalaydi. Misol uchun aytaylik, 5 darajasi 6 taqsim 5 darajasi 2 va biz 5 darajasi 6 minus 2, ya'ni 5 darajasi 4 ga erishamiz. Xo'sh, ana endi keyingi amal, ya'ni keyingi xossamiz. Darajani darajaga ko'tarish xossasi a darajasi m darajasida n. Bu a darajasi m ko'paytirilgan n ni anglatadi. Misol uchun 3 darajasi 2 ning 4-inchisi bu 3 darajasi 2 ko'paytirilgan 4 ni, ya'ni 3 darajasi 8 ni anglatadi. Xo'sh, keyingisi ko'paytmaning xossasi, ya'ni aytaylik, a daraja ko'paytirilgan b ning umumiy n-inchi darajasi, bu a ning n-inchi darajasi ko'paytirilgan b ning n-inchi darajasi. Aytaylik, 3 ko'paytirilgan 2 darajasida 4, bu 3 darajasi 4 ko'paytirilgan 2 darajasi 4 ni anglatadi. Demak, alohida daraja ko'rinishda yozsak bo'ladi. Ana endi keyingisi a taqsim b ning n-inchi darajasi, bu a ning n-inchi darajasi taqsim b ning n-inchi darajasi. Demak, bu yerda aytaylik, 4 taqsim 2 ning 3-chi darajasi, bu 4 ning 3-chi darajasi taqsim 2 ning 3-chi darajasini anglatadi. Aytaylik, bu 64 taqsim 8. Demak, javob 8. Bu demak xossalar juda ham muhim xossalar hisoblanadi va biz bundan keyin qisqa ko'paytirish formulalarini yozamiz. Demak, 7 ta qisqa ko'paytirish formulasi bor. Demak, birinchisi a plus b ning kvadrati. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Xo'sh, bu qanday hosil bo'ladi? Aytaylik, a plus b ning kvadrati bu a plus b ga a plus b ni ko'paytmasiga teng. Va algebrik ifodani soddalashtirishda, ya'ni ko'paytuvchini yoyishda biz bunaqa misol ko'rdik. Demak, aytaylik, a ga a ni ko'paytiramiz. A kvadrat, a ga b ni ko'paytiramiz. Plus ab. Xo'sh, b ga a ni ko'paytirsak plus ab va b ga b ni ko'paytirsak plus b kvadrat. Va bizda a kvadrat plus ab ga ab 2ab plus b kvadrat formula hosil bo'ladi. Ikkinchi formulamiz a minus b ning kvadrati. Bu a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Xuddi yuqoridagi kabi keltirib chiqarishimiz mumkin. Demak, yuqorini tushungan bo'lsak, demak, pastdagi biz uchun unaqa qiyin bo'lmaydi. Ana endi yig'inda va ayirma ko'paytmasi formulasi. 3-chi formula a minus b,
a plus b. Demak, bu a kvadrat minus b kvadratni anglatadi. Xo'p, buni ko'rib chiqsak, a minus b, a plus b. Xuddi boyagidek ketma-ket ko'paytirsak a ga, a ni ko'paytirsak a kvadrat, a ga b ni ko'paytirsak plus ab, minus b ni a ga ko'paytirsak minus ab va b ga b ni ko'paytirsak minus b kvadrat. Albatta minus bu ikkalasi qisqarganda a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Endi 4-formulamiz. 4-formula kubning yig'indi formulasi. Demak, a plus b ning kubi. A kub plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b kub. 5-formula a minus b ning kubi. A kub minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus b kub. Bu ham yuqoridagi formulaga o'xshash holatda isbotlanishi mumkin, ya'ni keltirib chiqarish mumkin. 6-formulamiz a plus b a kvadrat minus ab plus b kvadrat. Xo'sh, bu a kub plus b kubni anglatadi. 7-formulamiz a minus b a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Bu esa a kub minus b kubni anglatadi. Biz darsimizda aytib o'tgan barcha elementlardan to'liq foydalanib bunga mavzuni tushunib olishimiz mumkin. Albatta, mavzuni to'liq tushunib olish uchun bunga doir testlarni, misollarni video tagida qoldiramiz. Demak, saytda video darslarni, ya'ni misollarni ko'rish yo'li bilan mavzuni chuqurroq tushunib olishimiz mumkin.